Qo'riqlash departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan o'tgan hafta davomida sodir etilgan eng ishonchli voqealar tafsiloti bilan efirda obyektlar xavfsizligi ko'rsatuvi. Assalomu alaykum. Qo'riqlash departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan 2587 ta obyektlarni qo'riqlash bo'yicha shartnomalar tuzildi. 1402 ta fuqaro xonadoni yangitdan qo'riqqa olindi. 155 ta obyekt signalizatsiya vositalari bilan jihozlandi. 958 ta obyektga tashvish tugmalari o'rnatildi. Shu bilan birga turli obyektlardan sodir etilgan 34 ta mayda tashmashlik holatlari aniqlanib, ulardan 6,5 million so'mlik moddiy tovar boyliklari olinib, mulk egalariga qaytarildi. Bundan tashqari boshqa ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan 886 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Qo'riqlash bo'linmalarining tezkor harakatlanuvchi guruhlari tomonidan 894 ta chiqishlar amalga oshirilgan. Shundan tashvish tugmasi bosilishi natijasida 798 ta bo'lib, ulardan 692 tasi jamoat tartibini buzish holatlarining oldi olingan. 102 tizimiga kelib tushgan xabarlar asosida hududiy IIB navbatchilari xabariga ko'ra 5 ta chiqishlar amalga oshirilgan. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.